Assalomu alaykum. Pol avtomatda uglekislota gazi nima uchun muzlaydi? Hozir shuni misoli bilan ko'rsatib beraman. Nimaga muzlayotganini, sababini tushuntirib beraman. Mana pol avtomat apparatimiz ishlab turibdi. Ovoz chiqib turibdi. Ovoz chiqib turibdi. Mana. Zo'g eshitilyaptimi? Qanaqa chiqyapti? Mana balon. Xuddi shunga ulangan balon. Balon. Muzlamagan, to'g'rimi? Tashqarida issiq havo. Issiq havo. Endi balonni ko'rsataman. Mana tashqarida havo isib yotibdi, sovuqdami deysiz. Mana balon muzlab qolgan. Nimaga bu muzlab turibdi? Nimaga bu muzlayapti desangiz? Mana muzlashning sababi mana. Gaz rosa ko'p ketyapti. Qachon shu apparatingizni kuzating, gaz balonni kuzating. Agar gaz balon shunday tagiga muzlayotgan bo'lsa, demak siz gazni haddan tashqari ko'p ishlatyapsiz. Ko'p rasxod qilyapsiz. Mana yangi svarishchilar mana. Shuni tushunmasam, qancha rasxod qilyapti gaz. Shuni hisobiga balon muzlayapti o'rtoqlar. Yangilarga yaxshi ma'lum. Agar shu gazni shunaqa bo'shalatmasdan sal pasaytirib ishlatsa, mana pasaytirib qo'yamiz. Tak, o'ngga burasak gaz ko'payadi, chapga burasak ozayadi. Bildiramiz. Yana bildiramiz. Yana bildiramiz. Bildiramiz. Mana. Gazni ozaytirib qo'ydik. Bu muzlaganini bilish nima uchun kerak desalaring, muzlagandan gazni ko'p rasxod qilayotganingizni bilib olsa bo'ladi. Shunga qarab gazni ozaytirib, tekin qilib ishlasalaring uzoqqa yetadi.